ajin уже chuqurlashib ketgan, sinib bo'lgan va siz tinch turgan holatingizda ham уже ajiningiz ko'rinib turibdi shunda chuqur singan. Bu holatda nima qilinadi? Birinchi botoks bilan ishlaymiz. Botoks natijasini уже ko'rgandan keyin 2 haftadan keyin ancha yoyiladi ajinlar, lekin bu singan ajinni butunlay ketkazib bo'lmaydi, baribir izi qoladi o'sha yerda. Ana o'shanaqa holatlarda agar ko'rsatma bo'lsa, shunga yengil mягкий fillerda yaxshi yevropeyskiy preparatda yengil qilib ozgina to'ldirish mumkin. Demak, holatga qaraladi har doim. Ajinlarni sindirib bo'lib keyin kelishadi-da, bittada hozir men zo'r bo'lib chiqib ketaman deb o'ylashadi, lekin noto'g'ri o'ylashadi. Iltimos shu mana ajin sinmasidan oldin murojaat qilib kelsin. O'shanda natija zo'r bo'ladi. Qo'rqadi ayollarimiz, bilasizmi? Qo'rqadi. Botoksdan qo'rqishadi. Voy, yuzim osilib qoladi, keyin bir umr shuni olib yurishim kerak, qiyshayib qolaman, mimikalarim qotib qoladi. Bu noto'g'ri narsa. Agar to'g'ri texnika bilan qilinsa, kerakli joylarga, kerakli dozada qilinsa, mimikalarni ham qotirmasdan turib, chiroyli qilib tabiiy natijaga erishishimiz mumkin. Ne обязательно qotirib qo'yib mimikalarni ishlash shart emas. Chiroyli qilib, tabiiy qilib ishlasak ham bo'ladi va aynan o'sha ajinlarni sindirmasdan turib baxtliroq kelishsa, natija zo'r bo'ladi. Hurmatli ayollarimiz, sizlarda ajin tushishi boshlayaptimi? Mimik ajinlar sezyapsizlarmi o'zingizlarda? Iltimos vaqtida kosmetologga murojaat qilib, kerakli muolajani olinglar. Ajin tushib, sinib bo'lgandan keyin, kelganinglardan keyin sizlar kutgan natija bo'lmaydi. Shuning uchun vaqtida murojaat qilinglar.